har xil parashoklar ishlatyapsiz, lekin kiyimingizda hidi qolmayaptimi? Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga zo'r yechimini o'rgataman. O'sha ko'pchilik tanigan popul kapsula bilan parashoklari, bular kachchasi juda ham zo'r, ichida granulasi bilan bo'ladi. Mana ikki xilini olib ko'rsatay sizlarga. Hidlari juda ham zo'r, kiyimlarni ham shunaqa toza yuvib beradi. Yo'q, menga kichkinasi kerak desanglar, mana kichkinalaridan ham bor. Bularning ichida 14 tadan bo'ladi. Ishlatib ko'rayotgandagi katta kapsula upakovkasidan ham bor. Yo'q, menga kapsula kerak emas, menga parashok qulay desanglar, 1,5-3 kilo va 4,5 kilolik upakovkalari bor. Buni ochib qo'yganimiz ham bor, qaranglar. Granulasi har xil dobavkalari bilan kamroq solasizlar. Buni ham обычный parashokka qaraganda kamroq solinadi, ko'p solsanglar ko'pirib ketadi. Shunga mana shuncha solsanglar yetadi. Juda ham qulay qizlar ishlatishga. Buni jidki parashoklaridan ham bor. Buni ikki xili bor. Juda ham qulay ishlatishga, quyuqligi ham juda ham zo'r. Ishlatib ko'ringlar, hidi rostdan ham kiyimlarda qoladi va toza qilib yuvib beradi. Hammalarni do'konimizda kutamiz.